Hürmetli vatandaş, devamı leksiyemizden bugünkü İslah 2023 yıl 9. ayının 5. günü vatandaş haftaga seyşembe. Endika şu yukarı leksiyemizden devamını anlayışır vatandaşa. Rekabetten başkuruş, tezgilleş ahir demligen to. Texemi köp, texemi şiddetli vasıtla belki aldığımızda oturgu çıkıda. Rekabetten başkuruş, tezgilleş, çekleş, besim işletiş. Kontrolluktan çıkıp gitiş digenlerini başkuruşun içine koyuş gerek ve şunun içine koyuludu. Makalada misal keltirilip mındak görüşüldü. Ençentanın, Cungo Ençentan bexatarlik meselesinin makalısında. Prezident Joe Biden Aksaray'a kirgenden beri muhafizat külliki, teylik, qatarlıq hukumlarını arka-arkadan tilgeleş, yana xatardan xalas buluş, lekin ayrılıp ketmeslikdeki hukumlarını məhem, hemmisini, rekabetini tizgilleş, başkuruş dige hukumunun işçiге koyuşqa boladı. Çünkü Bexatarlik Ministerliğinin makalısının muqamıdan qaraganda Cungo'nun yakından beri Cungo əməldarlarının arka-arkadan Cungo'nu ziyaret qilishi qarata ümidini yo'qotganligi, yani ümid varıp bolalmağanlığını görüstüp berdi vatandaş. Ötkellerde Amerika Cungo münasibet yoki Amerikanın Cungo qaratgan siyasetleri to'g'risida meydanını körüstüp koyduğun makallarını yazdığın orullar köp Allah'da. Cungo Taşkı İşler Ministerliğiydi. Yani Amerika karşı makal yazdığı Cungo Taşkı İşler Ministerliği Cungo'nun ilaki ejdar mesellik bayanatçıları cavliyen Huaçin degендek şu kişiler idi. Andısanda şın Huaçin'i Amerika karşı makal ilan kıladı ve merkez televizyon istenişimi andısanda Amerika'nın tenkitlep koyattı deydi. Lekin bu makallarının qaratmılığı anca eğer bolmaydı deydi. Yenik bolsumu tenkitlep koyattı Amerika'nın anca eğer bolmaydı deydi. Bu qatam Cungo devlet bexatarligi yoki Ençentin tor betida e'lon qilgan asli tekstlik maqola ro'shan maydon va xohishchanlik tashabbusga ega bo'lib oz uchraydigan bir hodisidir. Baş nimlidoq Amayli radio Şenxoşa u bular tanqidlab turadi Amerikani boshqa organlar degidek ya to'xtab turadi yoki jur'at qilolmaydi degan. Yani bu qatam bu maqol yezish shaklida Cungo devlet bexatarlik irodasining idorasining o'ttirg'i chiqqani bu bir g'alati ish. Shunaqmi ya bunda bu o'tir diplomatik munosabatlarga bog'liq ishlarda asosida tashviqot organlari gap qiladi. Bu harbiy taraf bexatarlik idorasi o'tirib chiqib gap qildigan ish yo'q-ku deyman. Bormi vatandosh? Men toza xabardor emasman bundan. Bu matbuatlarning işi, bu ideologiya sohasak diplomatiya munosabatlarini undaq sharilash. Ya kimni tanqid qilish degandek endi bu qatam Cungo'nun bexatarlik ministerligi bu ishga aralashdi. Bu oz uchraydigan ish deydi. Bu qatam bu harakat Cungo'da bexatarlik ministerligi Amerika qaratgan siyosat jihatda endi borgan sari fikr qilishga huquq bolup qalğanlığını görüstüpedi. Mesela tanqidlash to'g'ri kelsa yoki Amerika Qo'shma Shtatlar to'g'risi gap qilish to'g'ri kelsa, boshqa organlar ham qilib qilib, hozir endi bexatarlik ministerligi, Cungo'ning bexatarlik ministerligi Amerika to'g'risi gap qiladigan, yoki shuna tanqidlaydigan maqollarni e'lon qiladigan bo'lib qoldi. Bununla qaraganda Cungo devlet bexatarlik ministerligi o'ttirg'i chiqib Amerika Cungo munosabati to'g'risida fikr qilganligi. Balki yana shuningda qaraganda Cungo'ga o'xshashlar devlet bexatarligi yo'q o'ringa qo'yishga majbur bo'ldi. Bu birla Amerika tanqidlash uchun emas, buning yozib atgan maqolasi deydi.
Muş vaziyeti, Amerika Cungo vaziyetinin muş şaraitida Cungo ham özünün devlet bexatarligi meselesiga tehdit yetip kelganligini sezgendek derhal bu organ azı siyaset işlerine aralashadigan ve siyaset yuqoriqadek maqolalarni yozib Amerikani tanqidlaydigan o'ringa chiqdi. Bunga qaraganda Jungoning davlat bexatarligi degan bu hukm Jungoda muhim o'ringa chiqib qoldi deydi vatandosh. Burunqa barda keldi munosabatlarda Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo o'tirisida munosabatni yaxshilash uchun yo'l qo'yilgan tadbirlar hamda hech nimaga yaramaydi. Tushundingizmi? Hali boshda uchrashish va tizginlash va uchrashish. Ana shu deyilgan munosabatni yaxshilash degan gaplar va yaxshilash uchun tashlangan har bir qadamlar bugungi kuniga kelganda hech nimaga yaramaydi. Amerika Çünkü münasebeti növbette adetlikdekle yamanlaşıp ketken münasebet bulmay kaldı. Çoğun devlete oturursa rekabetleşiş, karşılaştığın rahmetsizliği, sürlük, ciddiliği növbette su üstüge leylep çıktı. Demek yığıp eysak, çünkü Amerika münasebeti bugün, yakın növbette ciddilişip, çoğun devletler oturursa rekabet, karşılaşış, yakı düşmanlaşış, bularning rahmetsizligidan qarasan, bu şirketlerning rahmetsizligidan qarasan, hazır Amerika Jungo münasebeti türlü ciddi kayfiyat. Növbette sonun üstüge leylep çıktı, yani aşkarlandı. Yuqori darajalik amaldorlarning Jungo Amerika o'rtasida berib kelish munosabatlarini ilgari surish hech nimaga dalmamay qoldi. Yuqori degandek bu yerdan ta'kidlabdi. Berish kelish, diplomatik badakeldi qilish, tushuncha hosil qilish, bir-biriga tushuntirish orqali Jungo Amerika munosabatini yaxshilash deydigan shunday maqsadning oldida endi bu faoliyatlarning hammasi hech nimaga dal bo'lolmay qoldi. Biz etkenliğimizden vatandaşım Endonezya Bali'de o yığını 5. ayının 5. günü 9. ayının 5. günü başlandı. Prezident Joe Biden katnaşmadı. 9. ayının 9. 10. günleri yeni Dihli'de Hindistan'da 20 devlet çıkanı Reis Xi Jinping çıkmayman dedi. Katnaşmayman dedi. Az bu mesele bazılar Reis Xi Jinping ağrıp kaptı. Kesel olup kaptı. Xil tushuntirishga başladı mesele bir emas vatandaş. Hazır Reis Xi Jinping'nin Beijing'den çıkmayman, ziyaretke başka yerge barmayman degeni birlik gap. Bu belki bu reis Jonahay bir işladın. Ensiravatıdır vatandaş. Ensiravatıdır. Şimdi de hazır, çünkü Reis Xi Jinping 20 devlet yığına katnaşmaydı. Onun ornuğa vezir Li Chang katnaşıdır. Ve bu aralıkta Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden bilan Li Chang, yani vezir Li Chang resmiyet bo'yicha ko'rishidi, suhbatlashidi. Shundan qarang, endi Xi Jinpingning 20 davlat yig'iniga qatnashmaydiganligining asosiy sabablari intayin murakkab. Konkretlik yo'q. Oxirini abstrakt hukm bilan xulosalabdi. Reis Xi Jinpingning de chet elga chiqmaydiganlik, 20 davlat yig'iniga qatnashmaydiganligining sabab asoslari intayin murakkab deydi. Xudo qalasa bu murakkablikni yechildi. Allah ömrünlerini bersin. Hemimiz bundan şu vaqt xabardor bo'lamiz vatandaşlar. Yuqorqi maqola Jungo davlat bexatarligi anchventin bu, anchventin emas mi? Başta anchventin debdimi kechiringlar, anchven bu. Ministerligining maqolasi ekan, demak tasvirlabdi. Bugun Amerika Jungo munosabati navbatda mushu holda sürlük ve bir ciddi halet kirib keldi.